Bugün sizlarga bizlardagi bor produktlar moliya ko'mak to'g'risida aytib o'tishimiz kerak. Moliya ko'makdan produktimiz var. Jismoniy shaxslarga 100 million so'mgacha, yuridik va yakka tadbirkorlarga 300 million so'mgacha ajratamiz. Bunda 3 yil muddatga 6 oy imtiyozlar bilan ajratiladi. Jismoniy shaxslarga bizlarda ochilgan plastik karta ajratib beramiz. Yuridik shaxs va yakka tadbirkorlarga hisob raqamini o'tkazib beramiz. Milliy valyutada jismoniy shaxslarga 25% bo'ldi. Yuridik va yakka tadbirkorlarga 24% ajratiladi. 3 yil muddatga 6 oy imtiyozlar bilan. Garov ta'minotini ta'minlash kerak. Garov, ma'lumot garovi, turar va noturar zanalar. Yabram yengil avtomashina olsam bo'ladi. Tadbirkorlikni amalga oshirish bo'yicha